Tushunganlik alomati. Faylasuf shogirdidan so'radi. Aytganlarimga tushundingmi? Ha, yolg'on aytasan. Tiling buni tasdiqlasa-da, yuzingda hech bir o'zgarish yo'q. Tushungan kishi yuzida qoniqish, xursandchilik alomatlari bo'ladi. Manbaning yaxshi yomoni bo'lmaydi. Bir faylasufni koyishibdi. Muncha maydalashib tuban ketmasang, ko'chadagi o'tkinchidan ham saboq olishga tayyorsan-a? Bilim shunday qimmatli narsaki, uni har qanday manbadan ham olishga tayyorman. Eng og'ir ish, bu dunyoda eng mushkul vazifa nima? So'radi Diogendan. O'z-o'zini anglab yetish hamda barcha fikrlarni pinhon tuta bilish, dedi u. Baliq va to'r. Bir kimsa Suqrotga murojaat qildi. O'ylanishga qaror qildim. Menga bu xususida bir jo'yali maslahat bersangiz. Ehtiyot bo'l. Baliqqa o'xshab qolma. U to'rga ilinsa, erkinlik istaydi. Qutulgach esa yana to'r tomonga oshiqadi, deb javob qildi Suqrot. Uning boyligi. Diogendan bir hukmdor so'radi. Qani seni boyliging, mulking? Mana bularda. Diogen shunday deb talaygina shogirdlarini ko'rsatdi. U bu gapi bilan o'quvchilariga bergan bilimlarini nazarda tutmoqda edi. Kanalga obuna bo'ling va like bosing. Like bosganlaringiz faqatgina bizni videolarimiz keng tarqalishi uchun qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz, xolos.